Assalomu alaykum. Bugun 24-iyun 2025-yil soat 2. Bugungi analiz bilan tanishtirib chiqmoqchiman. Men bilan ular qilib turamiz. Qaytadan jihozlaymiz. Debrda o'tib men bitta narsani ko'rib qoldim. Trendiy liniya, kuchli trend liniyani yorilishi. H4larda уже tanada switchlar yopilib yurgan. Endi debrda o'tamiz. Biz keyingi bo'lishi mumkin bo'lgan zonalarni belgilab olamiz. Mana shu ikkita minimum turibdi. Ikkinchi minimum menimcha kuchliroq bo'lishi mumkin. Birinchi minimumni ham olamiz, keyin H4 ga o'tamiz. Men H4 ga o'tgandan keyin bitta narsani ko'rib qoldim. Ko'p narsalar tekkan ekan. Ikkinchisini ham salgina pastroqqa tushirishga qaror qildim. Pastroqda ham zo'r narsalar bor ekan. Biz keyin ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa oxirgi minimum trend liniyadagi minimum singan. 2 marta singan. Bir marta kelib singan, keyin ikkinchi marta tana bilan yopilgan. Biz endi ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa biz tana bo'lgan zonaga kirmay ketganni men endi o'ylayapman, buni yorib o'tishimiz mumkin. Mana bu zonaga kelishimiz mumkin. Bu zonaga retest berib o'tirishimizni hojati yo'q menimcha. Biz nima qilganmiz? Tana yorib o'tilgan switchani pilkasini yangilab qo'yganmiz, dars o'tilgandek. Keyin 1 soatlardan keyin yangi switch ochilar ekan. 1 soatdan keyin ochilgandan so'ng men buni tanasini yangilanishiga yoki shpilkasini yangilanishiga bemalol selga kirsak bo'ladi, mening fikrim bo'yicha. Keyin selga kirganimizdan so'ng biz ushlashimiz mumkin 3285 gacha может. Men bunga kirmagani meni qo'rqityapti. Kirmab avvalgi istoriyalarda kirmasdan qaytib, keyin yana o'sha zonaga kirganda, yorib o'tganda ko'p nima tarixida. Menimcha shunaqa bo'lish ehtimoli bor. Meni fikrim bo'yicha. Bunda retest qilib o'tirmaydi. Agar qizil switch yopilib qolsa shunday, selga risk qilib ko'ramiz. Qilamiz boshqa. Hozircha men seldan boshqa narsani ko'rmayapman, chunki D1dagi trend liniyani yorib qo'ygan. H4lar 2 marta yorib qo'yibdi, 2 marta. Biz shu big sell bo'lamiz. Menimcha 400 punktli, 500 punktli. Agar bulardan ham o'tib ketmoqchi bo'lsak, может kelishimiz mumkin. Men bu zonalargacha 3240. Tamom, analiz shundan iborat edi.